Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qatlar dona-dona bo'lgan mazali qatlama tayyorlaymiz. 150 ml iliq suv, 200 ml iliq sut, 1 osh qoshiq shakarni aralashtirib olamiz. 1 choy qoshiq drojani ham solib aralashtirib olamiz, so'ngra unimizga qo'shib olamiz. 600-620 gram unimizga sutli aralashmamizni, o'simlik yog'i va tuxum oqini solib olamiz, so'ngra tuz solib xamir qorib olamiz. O'rtacha qattiqlikda xamir qorishimiz kerak. Xamirimizni qorib bo'lgach, uni 3-4 daqiqa mushlab, uni 1 soatga iliq joyga olib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqdi, endi uni 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'laklarni zuvalacha qilib, birini bir chetga olib, birini yoyib olamiz. Xamirimizni yaxshilab unlab, yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamirimizga ozroq un sepib olamizda, uni taxlab bir chetga olib qo'yamiz. Bungacha tezlik bilan ikkinchi xamirni ham yoyib olishimiz kerak. Ikkinchi xamirimizni yoyib bo'lgandan so'ng unga sara yoki margarin surib olamiz. So'ngra birinchi xamirimizni ustiga to'shab olamiz. Ikkinchi xamirni ham yaxshilab yog'lab olib, so'ngra ularni taxlab olamiz. Xamirimizni 3 marta taxlab olamiz, so'ngra o'rtasidan yana bir bora taxlab olamiz. Xamirni taxlayotganda uning ichidagi havosini chiqarib olamiz. So'ngra xamirimizni teng ikkiga kesib olamizda va uni o'rab chiqamiz. Shunda kesilgan tomoni dona-dona bo'lib chiqadi. O'rab bo'lganimizdan so'ng chetini tagiga kirgizib olamiz. Qatlamalarimizni salofanga solib, muzlatgichning muzxonasiga 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi uni pergament qog'ozga to'shab yoyib olamiz. Endi esa unlaymiz. Olib qo'ygan tuxum sarig'imizga 1 osh qoshiq sut qo'shib, aralashtirib, ustidan surib olamiz. Ikkinchi qatlamamizni ham yoyib olamiz. Qatlamani yoyayotganda ham o'rtasidan chetga qaratib, qatlarni chiqarib yoyib olishimiz kerak. 180-200 gradusda 35-45 minutda pishib chiqadi. Mana ko'rganinglardek, qatlar dona-dona bo'lib, juda ham chiroyli, juda ham mazali qatlama bo'lib chiqadi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Yumshoqqina, qatlari qat-qat bo'lib chiqadigan juda ham mazali qatlama hammaga yoqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.